Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli video shohlarlar, aziz obunachilar. Bugun 2026-yil 15-iyul haftani chorshanba Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Yangiyo'l bozor o'tdik, yirik buqa bozoriga o'tdik. Yaqinda video ham birgalikda. Haydoringlar. Ekranni uloqlashdan like'larni bosib, obuna qiling. Bir chiqargan videolarni birinchi qatorda ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Boshladi ishimiz. Assalomu 825 kilolik qisir sigiri. Bu qolaqoda mana akalar 825 kilolik sotildi. 48 mingdan baraka bo'ldi aka. Barakasi bersin mana. Bo'yi ham 160 bor. Mana akalar. 150 160 dan kam emas. 155 160 ham bo'ladi. 825 kilolik bu qisir sigir. Xudo baraka bo'ldi. 48 ming so'mdan. Barakasi bersin. Olganlar, sotganlar qulog'ida 10 21 raqamli ilkalari bor ekan. Barakasi bersin. Assalomu alaykum, hormang. Green formaga? Hozir green form. Ko'ryapsizlar aka, yoshiga to'lgan. Assalomu alaykum, hormanglar. Xudo xolasi yoshiga to'lgan. 2 yashar bormi aka? Baraka bo'ldimi? Baraka bo'ldi bu qomti. Bu ta'rif beramasak, ben sotilib ketdi shu qana. Aka to'raja qo'yildimi bu jonivor? To'raja qo'yildimi? Yo'q. Sotildi. Oyoqda baraka bo'ldi. Qanchaga baraka bo'ldi? 36 millionga baraka bo'ldi. Taxminan 500 600 ga yaqinlashib qoladi. 600 ga yuk boradi taxminan. 600 ga borib qoladi. Aka, olgan ham, sotgan ham baraka topsin aka. Mola gapi yo'q ekan. Buni so'ysa ham, dash boqsa ham bo'ladi, to'g'rimi aka? To'qol uzun narsaga. Gapi yo'q ekan. Bo'yindor to'qol varianti. Hozir green bo'lar ekanda, oyoqlarini qarang. Ashbaq qotnas. Aka charchamanglar, sog' bo'ling. Kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum, hormang. Boqilgan yosh buqalar. Yosh narsa qiladi aka. Buni dash boqsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladigan buqalar. Boqsa bo'ladi. Boqsa maza qiladi. Nargislar adarsa ham bo'ladi. Nargislar keyin. Boqsa ham bo'ladi, yeb ichish. To'g'ri aka. Qayeri moli bu? Zangatan. O'zimizdan bo'lgan mollar. Xudo xolasa, yeyishlarga javob bor. Tani joni sog'. Yoshiga to'lgan buqalar. Ko'rsangiz bitta aylantirib olgan mana bu qarang. Mana bizda boshqacha ekan-a? Gapaloq ekan mana. Вообще mana bu boshqacha ekan aka. Xudo xolasa, to'raja qo'yilgan bular? Yo'q, qo'yilmagan. Qo'yilmagan. Oyoq, qo'l oyoq butun. Hamma yo'q. Tani joni sog'. Narxlari 2 million dollardan kam. 62 million so'rayapsiz kelasi yo'q bir joyda, kami bor. To'raja berasizmi? Yo'q, to'raja beradi. Oyoqda faqat. Hisob-kitob shunaqa bo'ladi endi. Kimdir oyoq sotadi, kimdir to'rajaga beradi. Hisob-kitob qilib. Bozor qancha qildi aka? Bozor savdo narxi. Hurmat akalar, boqmoqchi bo'lsanglar Yangiyo'lga to'g'ri kelaverasizlar. Buqani zo'rlari Yangiyo'lda. Mana boqadigan buqalar, to'g'rimi? So'ysa ham bo'ladi, boqsa ham bo'ladi. Nima o'zimizcha taxminan 5 ga yaqinlashadimi? 5 ga 450 ta turib. Mana bunisi 400 taga. To'g'rimi? Aka charchamang, sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Akalar buqalar sotildi mana buqalarimiz. 62 mingdan baraka bo'ldi. 1 2 3 4 ta mana. 5 ta. 5 alasi 62 mingdan baraka bo'ldi. Xayr bolalar, uni. To'raja qo'yildimi? To'rajaga qo'yib olib 60 mingdan berdi. Ha, bo'ldi. Bu ham shu 450 kilolik 5 kilo bo'lmasa, 450 kilo, 5 kilo 450 kilo, nari derisini. atrofida shunaqada. 400 kilo keladi. 400 kilo atrofida. Plus minus. Ammo 450 kilolik. O'tkir aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tkir aka 450 ga chiqadimi? 5 ga qilsam. 450 bor. Shunaqa. 60 mingdan baraka o'tdi, 5 tasi bir joyda. Olgan ham, sotgan ham iloyim baraka topsin. Qo'lab ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum, hormang aka, yaxshimisiz? Qana shvedmi aka bu? Hozir 30 million so'rayapsiz, kami bor. Yoshiga to'lgan. Bu qanaqa zot aka? Mesli? Mesli tozasi. Assalomu alaykum aka. Sog'lomligiga, yeb ichishga javob beriladi. Sog'lom, 100%. Mana. Narxi 28 ga 30 so'radi. 28 million so'mga 30 million so'm ayri bor. Akalar kelishadigan joyi bor. Bo'yi 1.35, 1.40. Buni bo'yi 1.25, 1.30. Hatto yo'q. Tirik vazn to'raja qo'yilganmi yo'qmi? Yo'q. Chiqadimi 400 tepasi? Yo'q, pastroq. 400.
350'nin üstüne. Bunichi 3 üstüne. 400 üstə. Olaman yoki holi buni olinglar, holi buni olinglar. Bozor qancha qildi aka bularni? 25 millionga 25 ga 26 yarim. 26 yarim. Bermayapsiz. Ozgina yurish kerak. Dangal yurgan odam oladi. Sog'lom bog'lamadigan akalarimiz keluvli Yangiyo'lga bir hafta o'z mana. El xizmatida Sharchambe'ga bo'ladi. Yil 12 yosh yetdi. Yil 12 yosh bozorda qishin yozin. Qor, yomg'ir deb yuramiz. Gap yo'q aka. Savdolarni bersin, Sharchambe'larga kuninglar xayr bo'lsin. Omad aka. Hormaylar ikkalasi ham bittasimi? Bittasi. Ham katta savdo bo'lyapti akalar. Xudo rangi qorong'u. Tirik vazn chiqadi. 550-600 kg qiladi. Shunaqada endi taxmin aytamiz. Endi Alloh bilguchidir. Rangi qorong'u. 2 yosh bora 2 yosh. Bemalol chiqadi. Oyoqlari butun mana. Egasi qancha so'rayapti? Siz qancha qildingiz? 67 ming so'rayapti egasi. Egasi 60 so'rayapti, 67 da siz qancha qildingiz? 65 ming. Bermayapti. Qani egasi? Tez topinglar. Ovqatlanishga boradi, sotib olib, pulni olib ovqatlanmaydi dedi. Mayli, qondosh qo'ygan bo'lsa ham yo'q ham bor. Xudo xolasa 65 dan qildingiz bermadi. Yo'q. 60 chiqyapti ustiga, azim yuryapti. Oyoqda qanaqa oyoqda? Oyog'i 45 ming. Mol zo'r ekan lekin. Buni so'ysa ham bo'ladi, dash boqsa ham bo'ladi. Boqqondan kam bo'lmaydi. Rangi ham, eti ham zo'r ekan, gap yo'q. Otasiga rahmat. Charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni beraversa aka kuninglar xayr bo'lsin. Молодец. Bu qo'la baraka bo'ldi ikkalasi, mana ikkalasi. Ola bilan qora. Hamma kattami? Qanchaga baraka bo'ldi? 31 millionga baraka bo'ldi, xudo xolasa. Qancha chiqdi roziga aka? Oyoqda sotildi. 31 millionga baraka bo'ldi. Ega bir 2 yashar bola. Tirik vazi ham 600 kg bor. 600 urib qo'ysa kerak. 580-600 uradi aka indamas. Avvalo xudo. Aka olgandan, sotgandan baraka topsin. Charchamanglar, sog' bo'linglar, kuninglar xayr bo'lsin. Qo'y oyog'i butun. Zo'r narsa ekan, uzun narsa. Qayerga bo'ladi? Sirdaryo Guliston. Aka charchamang, sog' bo'ling. Omad bersin. Okalar ham buqamiz sotildi, xudo xolasa. Baraka bo'ldi aka. Mana qora buqa sotildi. Olonasida olgandan sotgan baraka topdi. Qanchaga baraka bo'ldi aka? 28.500 ga baraka bo'ldi. Okalar, bu buqani so'ysa ham, boqsa ham bo'ladi, dars. Boqsa maza qiladi. Okalar, sog'lomligiga javob, tani joni sog'. Bugun nechta sizda? Yo'q ikkita. Ammo sementalmi? Semental gibrid bilan mana bu qora. 3 tami? Yo'q ikkita, mana bu bittadan 4 ta ekan. Bugun bittasi ketdi. Xudo xolasa, aka buni qancha so'rayapsiz? 30 million kami bor. 32 million kami bor. 30 million silovi. Okalar mana pul o'zi bilan olgan odam baraka topadigan akamiz o'zi mana. Ismlarim Mahmud aka. Bir necha yildan beri xalq xizmatida. Olaman yo'qlar ba'zi qiladiganlar aka mana. Aka charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa aka kuninglar xayr bo'lsin. Omad aka, charchamang aka, omad bersin. Buqomoq so'zlar to'g'ri Yangiyo'l, Navesdagi. Kadastri bosh etdi. Shepozlar chetda. Aka omad charchamang. Charchamanglar. Assalomu alaykum, hormaylar. Shved buqa sotildi. Aka qanchaga baraka bo'ldi ekan bu? Xudo xolasa, shved tozasi ekan. Bo'yi taxminan 1.30-40 chiqadi. Aka qanchaga baraka bo'ldi ekan bu? 40 millionga? To'laja qo'ymadinglarmi? 650 kg bu 40 millionga baraka bo'ldi. Akalar mana. 40 millionga baraka bo'ldi. Ilon olgan ham sotgan aka baraka topsin. Orqalarni ko'rsataman. Yaxshi. Charchamanglar. Mana bu sotildi akalar, mana bu ham sotildi. Ismoilga qancha sizga? Qizilmi? O? Qizil meniki ko'ring. O'pirman. Qizil qanaqa zotaku? Sementalmi, gibrid? Greenford hozasi. O'zi ham aka xudo xolos tirik vazn chiqar 600 tepasi, 700. 670 kg. 670 kiloli sotiladi bu. 8 million. Qancha? 48 ming so'ra kami bor. Mana kami bor akalar. Buqaga gap bo'lsin, xudo xolos hammasi joy-joyida. Eti ham, rangi ham, oyog'i ham butun. Olgan odam maza qiladigan. Shepozlar yil xizmatida 24 soat 7 kun. Narx-navosi 48 so'roz kami bor. So'radigacha. Hozirga aka 68 deyapsiz. Bu ham kami bor. 64 yarim deysiz. 64 dan bermadingiz. 65 ketadimi? Okalar qiziqqanlar bo'lsa, bu qolaman deganlar bo'lsa, Yangiyo'lga kelsa, bu original zo'rlari Yangiyo'l bu bozorining o'rtoq markazida.
İsmingiz Ismoil aka edi. Akamiz bu qo'la. Aka charchamang, sog' bo'ling, bozoringiz bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamaylar aka. 532 kilo mana shu buqamiz chiqdi. 532 kilo. Ana shu buqa. Ana. 530 kilo 2 kilo chiqdi. 34 million 400 bo'ldi. 34 million 400. Iloyim olgandan, sotgandan baraka topsin. Bo'yi 1.30 1.35. O'yindor, oyoqlar butun mana. Yaxshi zo'r buqa ekan. Charchamaylar aka, sog' bo'ling. Assalomu alaykum Xorman aka. Buqalar bo'ldi aka. 4tasimi aka? Aka yirik bilamiz. Aka 4tasimi? Qanchadan narxlari? 33ta. Kami bor. 33 ta xudo xohlasa sotilar ekan buqalarimiz, kami bor deyapti. Aka To'razga ham yurasizlarmi? Qanchadan To'raz? 60 To'razga ham yurishadi, 65 dan deyapti mana. Buqalarning tirik vazni qancha chiqadi aka, siz bilasizmi mana? Tajriba bor. Tirik vazni qancha chiqadi? 450 kilo nari berildi. 455 ga borar bormas. Xudo xohlasa boqadigan buqalar. Boqsa maza qiladi. Boqqa olib tashlab qo'yib 5 oy yemlasa aka, 5 kare 5 bo'ladi. Gap yo'q ekan. Aka charchamaylar aka, sog' bo'linglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Bozorlarni beraversin, sog' bo'ling. Ana. Assalomu alaykum hurmatli akalar, hurmatli obunachilar. Buqish bozori. Buqa bilan biznes qilaman degan ukalarga to'g'ri keladigan sog'lom buqalar Yangiyo'l buqa bozori. Akalar mana. Aka necha oylik bular? 8-9 oylik sog'lom, shoxdori bor, shoxsiz ham bor ekan aka. Qaniqlar. Xudo xohlasa olgan odam baraka topadigan sog'lom buqalar. Tirik vazni 300 kg atrofida. 300 kilo, 300 kilo tepa. Tepa atrofida. Uni mana ko'ryapsiz, plus minusi bilan deyapmiz. Uzun narsa, oyoqlari butun. Yeb ichishga har javob beriladi, to'g'rimi aka? Yeb ichishga, tani joniga bir hafta javob beriladigan sog'lom buqalar Yangiyo'l buqa bozori, shep o'zlari mana. Kadastr joyi aniq. Kelasizlar. Har bozor shetda. El xizmati 24 soat, 7 kun, yil 12 oy. Yomg'ir, qor deyishmaydi. Issiq deymaydi. Akamiz el xizmati maqsad el rozi qilish, xalq rozi qilish. Narx-navosi 29 dan 28 ga kam. 28-29 kami bor. Kelasizlar, yoqqan tanlaysizlar, savdo qilaverasiz, bang'alatib. Akamiz qo'li ochiq inson, ko'rgan odam maza qiladi. Savdo qilgan odam maza qiladi. Aka charchamaylar, sog' bo'linglar, kuninglar xayrli bo'lsin, bozor bo'lsin. Bozor qancha qildi aka? Sir bo'lmadi. 26 yarim. Bermadingiz. 27 ketarmidi? 27 ga o'tib beraman. Bora, yangi aka. Ko'ryapsiz aka, xayri bor hammasidan ham. Savdo qilishni bilsa bo'ldi. Muomalani joyiga qo'ysa, oluvchi va sotuvchi hurmat qilsa bir-birini, ko'p savdo bo'ladi, to'g'rimi aka? Aka charchamang, sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu Toshkent viloyati Chornos tumani Olmazor qo'rg'oni Novoy ko'chasida bir do'stimiz uyiga keldik. Bu yerda xudo xolasa ikkita toza anguslar boqilyapti. Bittasi toza Averdi angus, bittasi Mickey Mouse. Mana bu ko'rayotganinglar to'g'ri deyman, Yevropada turgan katta angusimiz. Kamida 900 ga chiqadigan, 900 ga atrofida tirik vazni bor, oyoqda tirik vazni. Mana. Orqalari keng, bo'yi ham shu 150 atrofida. Mana bunisi esa kichik yonidagi esa bu 700 kg 700 tepasi. Chamamizda shunaqa chiqadi, 700 atrofida. Bunisi yeb ishlari zo'r, asosan silus kunjaraga zo'r buqalar. Turishini qarang mana. Mana originali, xudo sotiladi, hurmat akalar. Kilosi 70 mingdan kami bor, ozgina xayr bo'ladi. Shunaqa to'g'riga qo'yib berishadi, 70 mingdan xayri bor. Mana 2 yashar atrofida, 2 yoshga yoshi. Zo'r boqilgan. Ba'zi qiziqqanlar aka-ukalarga telefon raqam qoldirib, bemalol aloqa chiqishlar mumkin, ko'rib, xudo savdosi bo'ladi. Olaman aka-ukalarimiz 70 mingdan xayri bor, ozgina silab berishgan joyi bor. Barchani kutib qolamiz. Charchamaylar, sog' bo'linglar.